Bugün 5 fevral Uyghur yaqin zaman tarixida Uyg'urlarning qalbida bir jarohatlik vahim paydo qilgan G'ulja qirg'inchiligi bo'lgan kun. G'ulja 1944-yil 11 ayning 12 kuni Uyg'ur xalqining milliy irodasini dunyoga jakolab Sharq Turkiston Jumhuriyatini qurgan yer. Shunga Xitoy tajovuziga nisbatan G'ulja eng sezgur rayonlarning birisi. Buningdan 22 yil ilgari, ya'ni 1997 yil 2 ayning 5 kuni net yuzlagan yosh Abduhalil Abdumajidning rahbarligida mashrab va futbol harakatining cheklanishi, bolalar va ayollarning ichki o'riklarga aldab elib ketilishi, zaharlik chekimlikning umumyuzlik yomrab ketishi qatorliq adolatsizlikka qarshi tinch shakllik namoyish qilgan. Xitoy kommunistlari bu namoyishdan qattiq andish qilib, qonliq bostirish uchun qurolli soqchilarni, soqchi ishtiri va ko'ydirish qurollarni ishlatib, namoyishni qonliq bostirgan. Kechalari yo'l yurish cheklangan. Ayrimlar qatnash o'rinlari to'xtatilgan. Shaharga kiradigan butun yo'llar qamalgan. 2 hafta ichigacha harbiy holat yurgizilgan. Öy kirib, oqtirib tutish natijasida butun turma va qamoqxonalar to'lib ketgan. 2 ayning 5 kuni tutilgan Uyg'urlarni maydon usti ochiq bir maydonga to'plab, qonun ustida menishga majburlagan va Shrilankada muzdek suvlarni chechib, putqullarni to'yib etgan. Putqulları pishib ketganlarniki putqullari kesilgan. Namoyish yetakchilariga umumyuzlik o'lim jazosi berilgan. Uyg'ur tarixidagi qonliq fojia G'ulja qirg'inchiligini unutmang. Uyg'urlarni qutqizish uchun amaliy harakat bilan harakat qiling.